Tezkor shoshilinch xabar. Savdo markazidagi yong'in 11 kishining umriga zomin bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Qarachidagi savdo markazida yuz bergan yong'in oqibatida kamida 11 kishi halok bo'ldi deb xabar bermoqda The Washington Post. Hodisa 17-yanvar kuni sodir bo'lgan. Yong'in kechqurun boshlanib, kosmetika, kiyim-kechak hamda plastmassa buyumlar saqlangan do'konlar bo'ylab qisqa fursatda kengaygani aytilmoqda. 19-yanvar holatiga ko'ra, qariyb 60 kishi bedarak yo'qolganlar ro'yxatida qolmoqda. Ularning qarindoshlari binoning yonida turib, zarar ko'rgan hududlarni ko'zdan kechirayotgan qutqaruvchilar guruhi yangiliklardan umid qilmoqda. Shahar meri va politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qidiruv-qutqaruv ishlari tun bo'yi davom etgan. Yong'inning kelib chiqishi sababi hozircha noma'lum. Holat yuzasidan tergov boshlangan deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.